Yolda ham keldik. Tamam tayyorlansa tayyorlanib keladi-ku. Ikkita gul ber. 2x balkon. Ertaga mana uchrashamiz desa. Obbo. Hoji, tayyorlanib kelgan bilan odam o'tiradi. Stulda yoki kresloda qo'zg'alasan, ko't ishqalanadi. Ishqalangandan keyin ter chiqadi. Ter chiqqandan keyin go'nxonadan u yoqdan baribir simat keladi. To'xtagan paytida hid keladi odamning ko'tidan. Nima desang o'rgin. Uning uchun agarda hid sezmaydigan qobiliyating, men uni ko'tidan po'q osilib o'tadi demayapman. Hid sezmaydigan bo'lsang, o'shanda bilmaysan, uraverasan, po'killatib. Ammo meni burnim ishlamaydi. Odamlarning ishqi taraktir. Ha, eshit. Odamlarning ishqi taraktir bo'ladi. Hid yomon narsa, bilasanmi? Jirkanch hid sirazi. Maleshi pot sirazi hid keldi sirazi. Asbobga ham udar tegadi, miyaga ham asab buzadi. Endi ko'tini yurmas ekan-da, siz bilan ko'rishganlar. Yurmas ekan-da. Obbo. Tavba qildim ey. Tushunmayapti bular. Endi xo'p aka, xo'p shunaqa o'sha yuyilgan holatda ham, hamma holatda ham shunaqa hidi bor deyapsiz-da. Aka, ko'zidan o'paydiganlar ham bor-da. Ular buni ishlamasmikin? Nechtasi ko'zidan o'padi? Azart paytida ko'zidan o'padiganlar, azart paytida hid sezmay qoladi. Amidan o'paydiganlar bor, ko'zidan o'paydiganlar bor. Ha, hid sezmay qoladi deyapman, azart paytida odam. Ha, azar paytda hid sezmay qolasizmi siz? Men senga, men prosto po professiya aytibman. Bu narsa sababi qaragin, hoji. Bu azartda odam nima qilayotganini bilmaydi. Azart shunaqa narsa bo'ladi. Azart degani boyagi o'jiga chiqib ketish, hayvoniy hislatlar hamma narsani oladi. Sassiq olmay ham yalab ketavermaydi-ku. Любой bunday endi juda. Uni shirini bo'ladimi, opat? Uni shirini ham bo'ladimi? Bo'ladi. Shirini ham bo'ladimi uni? Ha, shirini ham bo'ladi. Значит, opat toshni omi bilan ko'tini hidlaydi. Bundoq qilib natqiladi. Hid kelmayaptimi-kan? Hidlaydi bu. Toshni. To'milib, normalniy krem, normalniy sprey. Men o'zi 8-9 million, 10 milliongacha parfumeriya narsalar ishlataman men. Men hidlab nima sizga nima sassiq bo'lib yurib. Balkon hamma like bossin ekranga. Balkonlar. Endi baribir aka sog'lom odamni bachadoni suyuqlik ishlab chiqaradi. Ana endi Meditsinada sog'lom odamni bachadon ishlab turib suyuqlik ishlab chiqaradi. Mana yuganda qurib qoladi. Tarafdagilar like bosinglar. Balkon qanchalik yuvganing bilan 1 soat, 1,5 soatdan keyin nafas olyapsan mana nafas olyapsan-ku, yuraging uryapti, nafas olyapsan, o'tiribsan, ovqat yeyapsan, suv ichib oryapsan. Ko't odamning organizmi u ham ishlaydi, mana bunaqa. Hamma organizm mana shunaqa, yurak, purak, tomirlar hammasi kachat qiladi. Ko't ham kachat qiladi. Hammasi kachat qiladi, tushunasanmi? Voy, bilazay. Kachat qiladi. Kachat man aytdim. Kachatsa degandan keyin xohlamasang, kanalizatsiyani trubasiga qaytib keladi. Bu barmog'ini tiqib, bu yarmisigacha oshqozoniga qo'lini tiqib yuvib kelsa ham, baribir oshqozon shishiydi odamda. Layal, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Ovozni o'chira qoling. Hozir hamma joy kachat-machat bo'lib ketyapti. Tuzumisiz? Akkauntni o'chiribsiz-a? Endi zikaga hech kim tanolmaydi. Yaxshimisiz? Anonayim. Rahmat, salom berdim. Hech kim, masalan, o'zi haqida hech kim, mana ham sizdan hech kim tanolmaydi. Mana shunaqa bittasi ozg'in ko't yoqdi, mana bittasi katta deyapti, bunisi kattasi bunaqa mavzu bo'lib ketdi, qarochi. Endi masalan menga dumbali sonli yoqadi. Men haligi xato qidirmayman o'zim vkusimdan. Endi zikka mana bunaqa tuyoq qushlar yoqadi. O'shaning uchun kattadan xato qidiradi zik. Iloji bizga bilinmay o'tib ketaveradi u davrlar. Xato qidirmayman hech kimdan. Men o'zi hozir u zinoga ham bormayapman men. Undan ko'ra bekorga ozg'in yoqmaydi. Katta-katta yetib bormaydi deyish kerak bo'ldi.
Yo, bu katta Ma- kichkina demayapti Zektog'a. Umumiy organizm shunaqa deyapti. Arvohniki ham, semizligi ham. Yag'e o yetib bormaslik degan narsa u bo'lmagan narsa. Mana bundoq turgan odamga o'zi tepaga qarab chiqib beradi-ku mana amringizga muntazirman. O, qanday yetib bormaydi? Mana bundoq ham yetib boradi. Hamma narsa qanday Ovoz yomon kelyapti. Hoji aka, hamma narsa ichida emas. Mana shu yerda, mana shu yerda. Mana shu yerda o'zida. Butun haligi insoniyatni anaqa qiladigani. U ichi prosta bo'mbo'sh joy. balkon like bosib o'tiringlar. Hamma like bossin. Kase. Like vositalar. Aytdim, shuncha zeka sraz gulini tanlab olganiga bekorga gulini. Bekorga guli bilan bo'lmabsiz. Men tanladim Ha, Zektog'a. tanlama. Zektog'am batl tashamadi, men tashadim. Ekran bosinglar. Eskidan ko'p o'ynaganimga men Zektog'amni o'zim tanlab tashadim. Ay endi nima qilay, dinozavr men ham zerikdim, men ham gaplashib o'tiray. Onasini ham nima qilibdi? Ha biz yomon narsa Ular demayapmiz. bilan tutdimi onangizni olib ketib uyingda boqay, dinozavr onasiz fohisha. Onangizni men yoqmayotgan bo'lsam olib ket, mana ofatni uyingga olib borib boq, onangni ko'tigaski. Onmay so'kasiz siz, yoqmayapti degan gap qilmadi-yu. Menga Sen yozyapti. o'tiribdi uyingga. Menga yozyapti. Senga tema yoqyapti shekilli deyapti. Yoqyapti devommi? Siz nima aralashasiz? Xotin chalishda amyoloqda o'shancha yoqmayapti unga o'ziga. Meni kommentariyam bilan siz nima aralashasiz? Men o'zim javob beraman yozgan odamga. Devaka, assalomu alaykum. Guli salom gapir. Rahmon aka nima gap? Nima gaplar? Nima gaplar? Qalaysiz, yaxshi? Eng zo'ri net emasligi. Shuning uchun zikaka ilgari margan so'pka bo'lardi, achchiq tosh bo'lardi. Ilmiliq suvga ozgina margan so'pkani qo'yib, yarim soat TikTok o'ynab